Poytuda Ariqda bo'yida o'zi uchun qilingan 3.2 sotikdagi yangi xonadonimizni sotuvini e'lon qilamiz. Uyimiz polniy pishig'ishda qilingan. Ko'rib turganingizdek, tashqarilari travertin qilingan, ichkarilari yangi yevro remont qilingan. Aboylar tortilgan, hammom hojatxonalarni ko'rib turganingizdek tayyor holatda. Tashqarida bemalol o'tirish uchun alohida zonalari, yashil zonalar, undan tashqari so'ri uchun joy, ikkita mashina uchun joylar bor. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyasi ichki kanalizatsiyalargadir bor. Ko'rib turganingizdek, qayerga borsak hozirgi kunda zominni havosini beradigan arshalargadir aynan shu yerda bor ekan. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, 55 ming dollar qo'yilgan bu uyimiz yangi noldan qilingan. Bemalol kelib, yashash imkoniyati bor. Egasini o'zini pastda nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, savdolashib olishingiz mumkin. Hujjatlari notariusga tayyor holatda turibdi. Yana nimasini aytaylik? Manziliga keladigan bo'lsak, Andijon viloyati Izboskan tumani Poyto'q shahri pochta binosidan o'tgandan keyin ariq boshlanadi. Ikkinchi ko'chadan kirganingizda kottejlarda qatorida biz Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Yangi xonadon, xudo xolasa yaxshi niyatda kelsangiz, kamida 50 yil xudo xolasa shu yerda maza qilib yashaysiz. Albatta aloqaga chiqing.